hatto ijtimoiy qoidalar ham eng yaxshi o'yin orqali o'zlashtiriladi. 4-si mustaqillik va mas'uliyat. 3-6 yosh oralig'idagi bola kichik topshiriqlarni bajarishi mumkin. O'yinchoqlarni yig'ish, stollarni tozalash va hokazolar. 5-si ijobiy odatlar. Gigiyena, odob, hurmat kabi asosiy odatlar shu davrda shakllanadi. 6-si kreativlik va savol berish. Bolaga jim bo'l demasdan, uning savollarini qo'llab-quvvatlash kerak. Farzandingizni maktabga tayyorlash bu faqat harflarni o'qitish emas, bu uni qiziqishlarini qo'llab-quvvatlash, mustaqil fikrlashga yordam berish va o'ziga bo'lgan ishonchini tarbiyalashdir. Siz bu 6 ta narsadan qay biriga amal qilasiz? Izohlarda yozib qoldiring. Bolani miyasi 6 yoshgacha 90% shakllanadi. Psixolog va neyropatologlarning aytishi bo'yicha bolaga 6 yoshgacha 6 narsani o'rgatish eng muhimi hisoblanadi. Birinchisi mehr va xavfsizlik. Bola o'zini sevilayotganini his qilib yashashi. Ikkinchisi nutq va til rivoji. Bolaga ertaga o'qib berish, suhbat qilish, savol-javob qilish uning lug'at boyligini oshiradi. Uchinchisi esa o'yin orqali o'rganish. Nevrologlar shuni aytadi: raqamlar, ranglar, shakllar, hatto ijtimoiy qoidalar ham eng yaxshi o'yin orqali o'zlashtiriladi. 4-si mustaqillik va mas'uliyat. 3-6 yosh oralig'idagi bola kichik topshiriqlarni bajarishi mumkin. O'yinchoqlarni yig'ish, stollarni tozalash va hokazolar. 5-si ijobiy odatlar. Gigiyena, odob,